Yurak sohasidagi og'riq, to'satdan o'lim, turli xil operatsiyalar va hatto aritmiyalar va yoshlar o'rtasida uchraydigan bu ko'p uchrayotgan hozirgi yurak operatsiya, ya'ni stentlash, aorta karrar shuntlash, azizlar, bularning asosida bitta holat. Bu yurak ishemik kasalligi o'tadi. Yurak ishemik kasalligi bu nima degani? Ishemiya degani bu yurak mushaklari qon so'rayapti, oziq moddalar so'rayapti va qon tomiridagi turli xil o'zgarishlar natijasida bu moddalarni yetkazib berish buzilyapti. Xo'p, buni asosida nima? Buni asosida oddiy ateroskleroz jarayoni. Sizga bir g'alati tuyulishi mumkin. Ateroskleroz jarayoni bu siz bilan menda 12 yoshimizdan boshlanadi. Lekin buni qanaqa kechishi albatta siz bilan bizning hayot tarzimizga bog'liq. Nima qilish kerak? Birinchi o'rinda qiladigan ishingiz bu sog'lom turmush tarziga amal qilish. Ya'ni ertalab kechqurun siz piyoda yurishingiz kerak, kamida 3 kilometrdan. Ovqatlanish ratsioningizga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni ovqatlanish ratsioniga hayvon yog'lari, tuxum sarig'i va tez hazm bo'ladigan uglevodlarni kamaytirishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari kaliyga va magniyga boy bo'lgan siz ko'proq mahsulotlar iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Buni eng yaxshi sizga misoli bu o'rik sharbati, azizlar. O'rik sharbati sizda bu nafaqat yuragingizga, ichaklaringizga, mushaklaringizga, barcha sistemangizga yaxshi yordam beradi. Undan tashqari siz yomon odatlaringizdan voz kechishingiz kerak. Qanaqa yomon odatlar? Bu hozirgi kunda yoshlar o'rtasida ko'payib ketgan energetik napitkalar, ichimliklar, alkogol napitkalari, bu chekish, stress holati. Mana shulardan siz nima qilishingiz kerak? O'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Yurak qon tomir kasalliklari uchun azizlar, men sizga tavsiya qilaman, bu omega kompleksi, bu omega 3, 6, 9. Buni nima uchun tavsiya qilyapman sizga? Bu tilni ostidan so'riladi. Tilni ostidan bilasiz, bu qon tomirlar juda ham ko'p va tezda qonga tushadi. Qiladigan ishi nima? Qondagi xolesterinni pasaytirib beradi, qon aylanishini yaxshilaydi va aritmiyalarda yurak devorini mustahkamlab beradi. Keyingi mahsulot bu choy. Bilamiz, bu Osiyo choyini sevadigan xalq va bu choy mo'jizaviy choy. Nimasi bular? Buni tarkibida men aytgan o'sha kaliy moddasi bor, kalsiy moddasi bor. Yana qiladigan ishi yurakning stressga nisbatan chidamliligini oshirib beradi. Keyingi ajoyib mahsulot bu kardio mahsuloti. Kardion ichida o'sha ko'plab miflar chiqib ketgan moddalar eshitgansiz. L-arginin, L-karnitin moddasi, yurak uchun kerak bo'ladigan kaliy, kalsiy, magniy va boshqa vitamin kompleksini saqlaydi. Juda ham yaxshi yordam beradi oyoqdagi shishlarning oldini olish uchun, stentni oldini olish uchun, stent qo'yganlarga qayta qon tomiri bekilishini oldini olish uchun yaxshi yordam beradi. Sizda variant bor, xohlang buni alohida ichishingiz mumkin, lekin men tavsiya qilgan bo'lardim sizga kompleksni ichishga. Tanlov sizdan.